Batalyon, kap komandak otishga. Bizning Milliy gvardiya qurolli kuchlar safida muhim ahamiyatga ega. Bu maqolni Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyev ham alohida ta'kidlab o'tdilar. Men Milliy gvardiya saflarida xizmat qilishim Xalqimiz osoyishtalik yo'lida bu menga tengsiz asosdir. Rejasiz maqsad shunchaki orzu. Vatanimga sadoqat bilan xizmat qilish yo'lida ilk bor mukofotlandi. Milliy gvardiya saflarida biz kabi o'nlab qizlarning borligi gender tenglik borasida davlat islohotlarining yaqqol namunasidir. Milliy gvardiya saflarida to'marish jasoratini namoyon etamiz. Kim uchundir baxt endi kelar, ammo biz bu baxt qanotidamiz. Endi biz bu baxt mevalarini xalqimizga ulashamiz. Men Milliy gvardiya saflarida xizmat qilayotganimdan faxrlanaman. Milliy gvardiya saflarida xizmat qilayotganimdan faxrlanaman. 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 Faxrlanaman.